Tushuntiraman, har bir oilada mana hokim yordamchilaridan kredit olib, vaqtida yopgan bo'lsa, davlat ishlayotgan kafillik asosida beriladi. Mahalla loyihasi deyiladi shu narsa. Keyin kredit olib vaqtida yopgan bo'lsa, 24% ayollarga, 25% erkaklarga 36 oy, 6 oy imtiyozli davri bilan beriladi. Mana shu tariqasida beriladi. 312-sonli qaror bo'yicha yangi yatta ochib garov qo'ysa 300 milliongacha hisob raqamiga pul tashlab beriladi. Shunday topsangiz bo'ladi. 24% dan. Hamroh ayol deyapmiz, hamroh ayol bo'yicha yangi yatta ochsa davlat ishida ishlayotgan kafillik asosida 3-shaxs kafillik deyiladi. Asbob uskuna olsa 7 yil muddatga, aylama mablag' olsa 2 yil muddatga beriladi. 6 oy imtiyozli davr aylama mablag'ga, uskunalarga esa 2 yil muddatga, 7 yil muddatga beriladi. 2 yil imtiyozli davr bilan. Eshitdinglar? Kim tushunmasa, foiz 24 dedingiz. 20%. Hamroh ayoldagi 20% dan uskuna sotib olsa 7 yil muddatga 2 yil imtiyozli davri ta'minotchiga ko'chirib beriladi, naqd berilmaydi. Agar aylama mablag' olsa 21% dan 2 yil muddatga 6 oy imtiyozli davri bilan beriladi. Opa, mana mahalla paketi dedik-ku, ana o'shanga necha milliondan kredit boshlanadi? 5 million, 10 million. Loyiha paketiga farqi yo'q, o'sha kiritilgan edi, bazaga kiritilganlarga yana bir narsa eshitdinglar. Loyiha paketini biza kiritganmiz, hokim yordamchilar oldida o'tiringlarda imzoladinglar shuni. Imzolayotgansizlar, balki mahalla bankirlari hammamiz kiritib bo'ldik. Hamma mahalla 24 ta mahallani kiritdik. Keyin uni hokim yordamchilari imzolash kerak. Imzolagan har bir mahalla o'tadi. O'sha mahalla paketi. Ha, shunday tugaydi, ha. Tugatishimiz kerak buni. Keyin 15 dekabrgacha o'sha keyin bizga tugaydi. Biz